O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining 2025-yil 7-apreldagi qaroriga asosan O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida 5-Respublika kitobxonlik haftaligi mamlakatimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan kuni kecha Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan Axborot kutubxona markazida She'riyatga oshno qalblar nomli uchrashuv bo'lib o'tdi. Tadbir mehmoni To'rtko'llik iste'dodli ijodkor, sermahsul shoir Toyir Ro'ziboyev bo'ldi. Tadbirni Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi rahbari Jonbek Settiyev ochib berdi. Shuningdek, tadbir davomida shoirni yaqindan taniydigan va uning ijodini qadrlaydigan ijodkorlar, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Shirnoy Razzakova, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Munavvara Yusupova ham so'zga chiqib, Toyir Ro'ziboyevning she'riyatidagi uslubi, obrazlilik mahorati, insoniylik va milliylik ruhini targ'ib qiluvchi satrlari haqida o'z fikrlarini bildirishdi. Tadbir davomida To'rtko'l tuman axborot kutubxona markazi qoshida faoliyat yuritayotgan Onajonim she'riyat to'garagi a'zolari o'z ijod mahsullaridan namunalar o'qishdi. Ayniqsa ular tomonidan shoir Toyir Ro'ziboyevga bag'ishlab yozilgan yangi she'rlar tadbirga o'zgacha ruh bag'ishladi. Kechada 30-maktab o'quvchilari va To'rtko'l iqtisodiyot universiteti talabalari ham faol ishtirok etdi. Tadbir yakunida shoir Toyir Ro'ziboyev o'zining yangi nashrdan chiqqan Sog'inch nomli she'rlar to'plamini Axborot kutubxona markaziga sovg'a qildi. O'z navbatida kutubxona ma'muriyati ham shoirga yangi chop etilgan kitoblar to'plamini esdalikka topshirdi. Ushbu tadbir 5-Respublika kitobxonlik haftaligi doirasida To'rtko'lda o'tkazilgan eng yorqin madaniy va ruhiy yuksaklikda o'tgan uchrashuvlardan biri bo'ldi. Tadbir nafaqat she'riyatni targ'ib etdi, balki jamiyatda adabiyotga, ijodkorlarga bo'lgan hurmat va e'tiborni oshirishga xizmat qildi.